Siz yeni bir harf bilan tanishish oldida turib etibsiz. Uning qaysi harf ekanligini bilgingiz kelayotganda, undaqda boshlaylik. Bosh T. O'tira T. Ulanma T. Yolg'iz T. Siz yuqorida T harfining har xil shakllarini ko'rib o'tdingiz. Endi ularning so'zlardagi o'rniga diqqat qiling. Qosqi ochqishqanni otchetlarga qaradi. Choyni olib chiqqanni kelacha bag'ridi. Muattar to'xti, to'xtirdim qo'xti. Dedi, pildim, ishtidi. Hav. Ata, at mineyli. Toy chiqini kesmeyli. T'ga oyoq ani qo'ysak, ta bo'ladi. Ta. T, at. T, tat. Ağa tani qo'ysak, ata bo'ladi. Ata. Taga nani qo'ysak, tana bo'ladi. Ne, ana, tana. Vaqtanchaq to'shqan. To'shqan bilan To'michoq to'shqanning uyida tavuz yeyishib o'ltirganda, to'shqan ochpaqiliq qilib jeqyapti. To'michoq to'shqanning og'rib qolishidan ansirab, Televizorni assangchi, kegash o'tirayli. debdi. Rost degandek, to'shqan televizorni ochgandan keyin tavuz yeyishdan to'xtadi. Ammo televizorda chiqayotgan narsalarni tunishtirib, To'michoqqa orom bermadi. Avu odamning puti, avu odam. Yelidiki qutur ish yitilog'ini ot, ama. Voy bo'ldi qisangchi, bek mendan chikansan. Debdi To'michoq terikdi. Ani qara, traktorda yer haydayotgani mening og'inam bo'ladi. Deb vatildab beribdi to'shqan. Dal shu chaqda it kelib To'michoqni chaqirib. Ha, mana ishtaka. To'michoq to'shqandan qutuladigan bo'ldim deb o'ylab, derazaga qo'nib. Biz tavozliq o'yin o'ynaylik, bo'lamdi? Debdi it To'michoqqa. To'michoq ma'qul bo'ldi. Buningga to'shqanning ochig'i kelib, ularga o'zini ko'zib qo'yishni ko'ngliga pikib. To'michoq itga og'amchida mingishni o'rgatayotganda, to'shqan yugurib ketdi va Shuning o'g'inish ketamdi. Men sen dötlarga og'amchida qandoq mo'g'diganligimni bir ko'zitib qo'yay. deb To'michoqning to'sqiniga qaramasdan og'amchiga chiqdi. To'shqan bir necha qadam mingibla yiqilib tushdi. Xo'p bo'ldi. Debdi To'michoq. Po atmasam bo'lmamdi. To'la büjirlima. Debdi to'shqan. Men hozir o kaptar men otgan toksimidi menga chapoq ko'zlarimni echib qo'yaman. Shunda qilib, ular stolbi ustidagi taxtayga chiqibdi. Bu ya haqiqatan egizgan. To'shqan po atqaniga ichida pushaymon qilsa-mu, gepidan yeni bilishga yuzi chidamay, simqi dasabdi. U ming o'lib, ming tirilib, simning o'tirisiga kelishiga kut qo'lida jon qolmay, tang po'ng'ini yo'qotdi. Va deb to'lashga boshladi. Nima qilishini bilmagan it bilan To'michoq to'shqonga Ikki qo'lingda yana birisini tutib ol. deb vaqirabdi. Bechora to'shqon oldidagi yana bir simni tutishiga to'p soqib yetib janidan ayrilibdi-da, yerga tikmollaq tushibdi. To'shqonning maqtanchaqligi oxiri o'zining beshiga chiqdi. To'michoq it kaptarlarmi buningdan o'tsim bilan nolsimga tang tegib ketsa, to'p soqib yetadiganligini bilib, to'ksimi atrofiga qayta yaqin kelmabdi.